Bolalar, hammaga salom. Bugungi trenirovkamiz qanot va bitsepsga. Razminka va birinchi mashqni turnidan boshlashni maslahat beraman har doim. Xohlasanglar shunday xohlasanglar ustki tortishlar mumkin. Eng muhim narsa oxirigacha cho'zilish. Mana shu cho'zilganda mushakka ko'proq nagruzkani beramiz. Pastda nafas olamiz, tepaga chiqqandan keyin nafas chiqaramiz. Oxirigacha cho'zilamiz. Mana bunaqa yarimchala bo'lmasligi kerak. Mana bu noto'g'ri. Mana qanot ishlamayapti. Biceps o'zini ishlatyapman. Qanot ishlash uchun oxirigacha tushib, oxirigacha ko'tarilishi kerak. Turnikda 5 ta podxod, 5 tadan ishlaymiz. Agar turnikka tortila olmasangiz yoki turnikka tortilishga qiynalsangiz, mana shunaqa gravitron trenajyorda bajarishingiz mumkin. Oxirigacha cho'zilib, pastda nafas olamiz, tepaga ko'tarilganda nafas chiqaramiz. Bu yerda ham 5 tadan 5 podxod ishlaymiz. Bu birinchi mashq va razminka bo'ladi. Ikkinchi mashq bu trenajyorda bo'ladi. Qo'lni o'rtadan ushlaymiz, keyin ushlashimiz shart emas. Tortayotgan paytimizda orqaga ketib qolmaymiz. Oyoqlarimiz oldiga chiqadi, mana bunda o'tirib qolmasin. Oldiga olib chiqib, qo'lni orqaga qo'yib turib, xuddi turnikka tortilgandek tortinishimiz kerak. Tepadan nafas olamiz, pastdan nafas chiqaramiz. Xuddi turnikka tortilgandek tortishimiz kerak. Shu. Bu trenajyorda 5 ta podxod 15 tadan bajaramiz. Uchinchi mashq bu trenajyorda bajaramiz. Oyoqlarimizni tepaga qo'yib qo'yamiz, tizalarimizni nomiga bukamiz. Tekis bo'lib ketmasin, ko'p ham bukilib ketmasin. Belni ham sразу kirgizib olamiz. Mana bu bukur bo'lmasligi kerak. Bel sразу kirgizib olgan holda pastdan nafas olamiz, tortganda nafas chiqaramiz. Cho'zayotgan paytda belimiz mana bukur bo'lib qolmasin. Tortgan paytimizda ham ko'p oldiga chiqarib olmaymiz. Belni tekis ushlagan holda botdan nafas olamiz, botdan nafas chiqaramiz. Dakancha cho'ztirib, dakancha ko'tarishimiz kerak. O'zimizga tortayotgan paytimizda tirsaklarimiz yonga ketib qolmasligi kerak. Tirsaklarni ichiga yopib tortishimiz kerak. Bu trenajyorda ham 5 ta podxod 15 tadan bajaramiz. 4-mashqni bu trenajyorda bajaramiz. Maksimal darajada tepada ushlab olamiz. Qo'l bilan ichkariga kirib ketmaymiz. O'zimizga tortayotgan paytda grudni podushkadan uzmaymiz. Qo'lni orqaga qo'yib turib, grud yopishtirib, mashqda nafas olamiz, mashqdan nafas chiqaramiz. O'zimizga tortayotgan paytimizda tirsaklarni yonga ochmaymiz. Botdan nafas olamiz, botdan nafas chiqaramiz. O'zimizga qulay bo'lgan vес qo'yib turib, 15 tadan 5 ta podxod bajaramiz. Qanotga oxirgi mashqni yana mana shu trenajyorga qaytamiz. Boya oldiga ishladik, endi boshi orqasiga ishlaymiz. Xuddi shunday o'rtadan ushlab olgan holda, oyoqlarni oldiga qo'yib olgan holda, korpusi oldiroq tashlagan holda tepadan nafas olib, pastdan nafas chiqaramiz. Bu mashqni ham 15 tadan 5 ta podxod bajaramiz. Qanot ishlab bo'lganimizdan keyin bitsepsga o'tamiz. Birinchi mashqni shtangada bajaramiz. Sredniy xvat ushlab turib, pastdan tepaga ko'taramiz. Ko'tarayotgan paytda bel bilan orqaga ketib qolmasligimiz kerak. Yelkani sal oldiroq tashlagan holda qo'lni oxirigacha cho'ztirib ko'tarishimiz kerak. Ko'tarib tushirayotgan paytimizda anaqa yarimchala bo'lib, mana bunaqa bo'lmasligi kerak. Bu noto'g'ri, biceps ishlamaydi. Biceps ishlash uchun oxirigacha cho'zib, oxirigacha ko'tarishimiz kerak. Pastdan nafas olamiz, tepadan nafas chiqaramiz. Bu mashqni 15 tadan 5 ta podxod bajaramiz. Bitsepsga ikkinchi mashqni skot skamyada bajaramiz. Bu yerda qo'lning tagida bosh joy qolmasligi kerak. Mana shu yostiqning ustiga yotib olishimiz kerak. Oxirigacha tushirib, oxirigacha ko'tarishimiz kerak. Pastdan nafas olamiz, tepadan nafas chiqaramiz. Ishlayotgan paytimizda qo'limiz mana bunaqa bo'lib qolmasligi kerak. Mana bu noto'g'ri. Mana bunda o'tirib olib, cho'ztirib ko'tarishimiz kerak. Yarimgacha olib kelib, yarimgacha ko'tarish ham noto'g'ri. Oxirigacha qo'yib turib, oxirigacha ko'tarishimiz kerak. 15 marta bu qo'lga bajaramiz. Dam olmasdan almashtirib 15 marta bu qo'lga bajaramiz.
pastda nafas olamiz, tepada nafas chiqaramiz. Bu mashqni ham har bitta qo'lga 15 tadan ishlaganimizda bitta podxod hisoblanadi. Shunaqa podxodlardan 5 ta ishlaymiz. Bitsepsga 3-mashqni bu trenajyorda bajaramiz. Qo'lni ustkiroq ushlab olgan holda, bu yerda ham qo'lning tagida bo'sh joy qolmasligi kerak. Yostiqning ustiga yotib olishimiz kerak. Qo'lni orqaroq chiqazib turib, mana unaqa oyoq bilan ichkariga kirib ketish bu noto'g'ri. Qo'lni orqaroq qo'yamiz, oyoqlarni ham orqaroq qo'yib turib, pastda nafas olamiz, tepada nafas chiqaramiz. Eng muhimi oxirigacha cho'zishimiz kerak. Fu. 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 Bu mashqni ham 15 tadan 5 ta podxod bajaramiz. Bitsepsga 4-mashq gantelni bajaramiz. Gantelni xuddi tekis shtanga ushlaganimizda ushlashimiz kerak. Kislarni tashqariga ochgan holda, ichkariga yopilib ko'tarishimiz noto'g'ri. Keyin ko'tarayotgan paytimizda oxirigacha ko'tarmaymiz. Tirsaklarni yopishtirgan holda grud tagigacha ko'taramiz. Mana bunaqa yarimta bo'lishi kerak. Eng muhimi oxirigacha ochib bajarishimiz kerak. Pastda nafas olamiz, tepada nafas chiqaramiz. Shu. Shu. Tirsaklar uzilmasligi kerak. Ko'tarayotgan paytimizda mana bungacha olib kelishimiz kerak emas. Bitsepsni o'zini ishlatamiz. Bu mashqni ham 15 tadan 5 ta podxod bajaramiz. Bitsepsga ishlab bo'lganimizdan keyin giperestenziyaga o'tamiz. Qo'llarni yelkaga qo'yib olgan holda bajarishimiz kerak. Oxirigacha tushamiz, pastda nafas olamiz, o'rtagacha ko'tarilamiz. Tepada nafas chiqaramiz. Shu. 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 Bu mashqni ham 15 tadan 5 ta podxod bajaramiz. Oxirgi mashqni press kamiyada bajaramiz. Qo'llarimizni yelkaning ustiga qo'ygan holda tepaga ko'tarib, o'rtagacha tushib ko'tarilamiz. Pastda nafas olamiz, tepada nafas chiqaramiz. Oxirigacha mana tushib ko'tarilishimiz kerak emas. Mana shunaqa ishlashimiz kerak. Shu. 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 Bu mashqni ham 15 tadan 5 ta podxod bajaramiz va kardioga o'tamiz. Hamma mashqlarni bajarib bo'lganimizdan keyin kardioga o'tamiz. Zaminkaga 15-20 minut bajaramiz. 6-skorsga qo'yib.